O'tkazilgan yig'ilishda Andijon harbiy prokuraturasi va shaxsiy xavfsizlik bo'limi mas'ul xodimlari ishtirok etdilar. Dastlab so'z olganlar korrupsiya jamiyat kushandasi mavzusida gapirib o'tdilar. Unda ayniqsa korrupsiya tushunchasi, uning turli ko'rinishlari, davlat xizmatchilarining obro'-e'tiboriga yetadigan zarar hamda bunday illatlarning jamiyat rivojiga salbiy ta'siri haqida atroflicha ma'lumotlar berildi. Korrupsiya nafaqat davlat tizimini kemiruvchi omil, balki harbiy intizomni susaytiruvchi, jamoaviy ishonchni yo'qotuvchi va jamiyat barqarorligiga putur yetkazuvchi jiddiy xavf hisoblanadi. Shu bois har bir xodim o'z burchiga mas'uliyat bilan yondashi, har qanday noqonuniy harakatdan o'zini tiyishi lozimligi ta'kidlandi. Tadbir doirasida shuningdek favqulodda vaziyatlar boshqarmasi rahbariyati tomonidan o'tgan davr mobaynida shaxsiy tarkib orasida sodir etilgan ayrim huquqbuzarliklar tahlil qilinib, ularni keltirib chiqargan sabab va omillar muhokama qilindi. Ta'lim-tarbiya ishlariga e'tibor kuchaytirilishi, ichki nazoratni mustahkamlash va har bir harbiy xizmatchida huquqiy ong va huquqiy madaniyatni oshirish bo'yicha aniq vazifalar belgilab olindi. Yig'ilish so'ngida boshqarma rahbariyati tomonidan barcha shaxsiy tarkib va harbiy xizmatchilarga murojaat qilinib, vatanga sadoqat, xizmatga fidoyilik, xalq manfaatlariga daxldor har bir masalada toza va shaffof munosabatda bo'lish, jamoatchilik oldidagi ishonchni oqlash bo'yicha qat'iy vazifalar yuklatildi. Bunday profilaktik tadbirlar faqat jinoyatlarning oldini olish bilan cheklanib qolmay, balki jamoada ma'naviy muhitni sog'lomlashtirish, xizmat intizomini mustahkamlash va fuqarolik mas'uliyatini yuksaltirishda muhim o'rin tutadi.